Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz imo-ishoralar tiliga bag'ishlanadi. Bu imo-ishoralardan biz so'zlayotganimizda doimiy ravishda foydalanamiz. Xo'sh, imo-ishoralar nima uchun kerak? Jamoatning e'tiborini jalb qilish va ushlab turishda imo-ishoralarning o'rni juda ham katta. Shu bilan birga, aynan imo-ishoralar notiqning ta'sir o'tkazish kuchi vositalaridan biri hisoblanadi. Aynan to'g'ri ishlatilgan imo-ishoralar tufayli biz qo'limizni qayerga berkitish haqida o'ylamaymiz. Aynan imo-ishoralar so'zlovchining o'ziga bo'lgan yaqqol ishonchini ko'rsatadi. Bundan tashqari pauzaning mukammalroq bo'lishini ta'minlaydi. Hozir esa imo-ishoralardan foydalanishda ko'p uchraydigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Ishlatilishida o'rinsiz hisoblanuvchi imo-ishoralardan biri bu kaft yoki barmoqlarning X holatida bo'lishi. Mana bu holatda uzoq vaqt davomida turib gapiradigan bo'lsangiz, tomoshabinni zeriktirib ham qo'yasiz. Va bu holat ham umuman tavsiya qilinmaydi, chunki bu yerda ko'rib turganingizdek X harfi paydo bo'ladi. Oyoqlarda ham mana shu X holatda oyoqlarning birlashishini tavsiya qilmagan bo'lardim. Uzoq vaqt davomida kaftlar aynan shunday bir-birining ustida turishi ham noto'g'ri hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bunda o'zgarish bo'lmaydi. Ta'kidlab o'tganimdek, ko'zlar doimiy harakatga o'rgangan. Biz esa mana shu harakatlarni qo'l orqali taqdim eta olamiz. Yana bir ko'p uchraydigan xatolardan biri bu kuchli nazorat. Aynan shu kuchli nazorat harakatlaringizni keskin qiladi va bu sizning sun'iyligingizni ko'rsatib beradi. Sun'iy insonlarga bo'lsa e'tibor uzoq vaqt davomida jalb etilmaydi. Harakatlarni oyna sifatida ikkala qo'lni bir xil qimillatgan holda ishlatish ham umuman tavsiya qilinmaydi. Bu ham o'z o'rnida sun'iylikni hosil qiladi. Ko'pchilikda aynan shunday mana shu harakatlarni qaytarilishini kuzatishimiz mumkin. Ikkala qo'lni alohida qimillatadigan bo'lsak, biz e'tiborni yana ham ko'proq va chiroyliroq jalb etishga e'tibor qarata olamiz. Gapirilayotgan gap va harakatlar ham bir-biriga monand bo'lmasligi ham sun'iylikni hosil qiladi. Ya'ni diqqat deya biz mana bu holatda ayta olmaymiz. Yana ham ta'sir kuchi kuchli bo'lishi uchun diqqat deya biz o'ng qo'limizdan foydalanishimiz mumkin yoki diqqat, oling, bering, qo'ying mana bu yerga va hokazo. Ba'zi bir insonlarda nazorat qilinmagan holda qo'llar orqada bo'lishi ham kuzatiladi. Buni o'zingiz sezmayotgan bo'lishingiz ham mumkin va balki bu holat sizga qulay bo'lishi ham mumkin. Lekin tomoshabin har doim bizning qo'llarimizni ko'rib turishi kerak. Chunki qo'llar bu ochiqlik belgisi. Agar qo'llarimizni berkitadigan bo'lsak, sizdan shubhalanishni boshlashlari mumkin. Agarda qo'lingizda qandaydir predmet bo'ladigan bo'lsa, predmetni siz o'ynab turadigan bo'lsangiz, e'tiborni o'zingizdan predmetga qochirishingiz mumkin. To'g'ri, sotuvda predmetga ko'proq e'tibor qaratish tavsiya qilinadi-yu, lekin agarda siz o'zingiz haqingizda gapirayotgan bo'lsangiz yoki e'tiborni o'zingizga jalb etmoqchi bo'lsangiz, predmetlardan voz kechishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ko'p uchrovchi xatolardan biri imo-ishoralarning sezilmas tarzda bo'lishi. Misol uchun, faqatgina kaftimizni bir burchakda qimillatib turadigan bo'lsak ham, bu ham noqulaylikni tug'dirishi mumkin. Bundan tashqari, imo-ishoralarni kuchaytirib yuborish ham aks natija berishi mumkin. Misol uchun, yuz atrofidagi imo-ishoralar umuman tavsiya qilinmaydi. Qo'l harakatlarida eng muhimi bu bo'yindan kinnikgacha bo'lgan masofani o'zlashtirib olish. Aynan shu masofadagi harakatlar bizga natija beradi. Yuz atrofida harakat qiladigan bo'lsak, biz yuzimizni to'sib qo'yamiz, diqqatni chalg'atamiz va insonlarga tomosha vaqtida noqulaylik tug'diramiz. Yodda tuting, imo-ishoralarning asosiy vazifasi bu ong osti miyasini e'tiborini tortish. Oldingi darsda aytib o'tilganidek, biz imo-ishoralarga ko'ra insonlarda taassurot uyg'otamiz va bu taassurot yaxshi bo'lishi imo-ishoralarning ijobiy holatda ishlatilishidir. Qo'l ochiqligi esa bunda yaxshigina ko'makchi bo'lib xizmat qiladi. Yodda tuting, individual imo-ishoralar sizning imijingizga aylanishi mumkin. Aynan imo-ishoralar ham sizning shaxsiy atributingiz bo'lib xizmat qiladi. Xo'sh, imo-ishoralar tilini qanday qilib kuchaytirish mumkin? Chiroyli yoki xunuk imo-ishoralar bo'lmaydi. Ular ishonch bilan yoki ishonchsiz yoki o'rinli va o'rinsiz ishlatilishiga ko'ragina ajralib turadi. Endilikda siz nutqingizni o'zi gap so'zlaringiz qiymatini oshirib unga salobat berishini istasangiz, faqat nazariy emas, balki amaliy mashqlar, psixologik yondashuvlar va samarali texnikalar yordamida bu mahoratni egallamoqchi bo'lsangiz, nutqingizni, talaffuzingizni va gapirishdagi ishonchni oshirmoqchi bo'lsangiz,
so'zlaringiz ohangli, o'tkir va salobatli chiqishini istasangiz, unda Nodir Nuriddinov Instagram sahifasiga obuna bo'ling. Yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'ring. Bilimlaringizni oshiring va nutq orqali hayotingizni o'zgartiring.